Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Qulpinoy ishqibozlari, sizlarga manfaatli video bo'lishi uchun hozir qulpinoyda 0 dan 100 gacha, ya'ni A dan B gacha qanday jarayonda ekilish haqida, yer tayyorlash, ko'chatlar, basseyn, suv havzasi, plyonka tortish, kapilni tortish barchasini ko'rsatib ketamiz. Mana hozir yerimizni traktor haydayapti. Yerni yaxshilab og'darib olgandan keyin yerni og'darib tekizlab olinadi. Hozir yerimizni traktor og'daryapti. Bir kondan suv quyib yerni yumshatib olgan edik. Mana endi og'darilgan yerni tekizlab chiqishyapti. Traktor kechga qolib ketdi. Kech keldi. Shu sababli qorong'iga qolib ketdi. Endi qorong'ida tekizlab chiqishyapti. Yerni mana shunaqangi holatda tekizlab, keyin o'qaroq oladigan pligi bilan har 50 santimetrga o'qaroq olinyapti. Endi hozir qorong'i tushib qoldi. Ertaga yorug'da Xudo xolasa ko'rsatamiz. Mana bu basseyn, Teplisamiz ichidagi basseyn. Bu basseyndan keyin yana bitta basseyn, yangi basseyn qurdik. Bu tashqaridagi ochiq maydonga. Bu Teplisaga, narigisi ochiq maydonga. Mana kechqurun qilingan joy. Traktor ishlab ketdi. Bo'g'orlarni olib qo'ydi. Mana bu tashqaridagi basseynimiz, Xudo xolasa mana. Eni 4,5 metr, uzunligi 9 metr. Balandligi 3 tashlaka blok. 3 tashlaka blokni o'rab, ichiga salafan tashlaymiz. Shu bilan basseyn tayyor bo'ladi. Kamida shu yerda ham bir 15-20 tonna suv oladi, Xudo xolasa. Bitgan videosini ham tashlab qo'yamiz. Kimga arzon shunaqangi basseyn qilmoqchi bo'lsa, 150 tani, 160 tashlaka blok ketdi. Mana 150 tashlaka blokdan basseyn bo'ldi. 3 tashlaka blok balandligida. Ariqdan suvni olib, tindirib, keyin kapilnida beramiz. Bu arig'imiz, bu tog'dan tushgan qorli suvi. Buni esisi ham, nimasi ham rosa yaxshi qulpinoyga. Shunga to'ldirib olamiz, shu orqali keyin beramiz kapilnidan. Albaraka, Oltiariqda Albaraka firmasini kapilnisi, yaxshi kapilni ekan. Har 10 santimetrda teshigi bor ekan. Qulpinoyga juda bob. Tezda sug'oradi, tezda nam qiladi, ham har 10 santimetrda teshik qo'yib ketgan. 1 kilometr ekan bitta pachkasida. Mana shu 1 kilometr butun har 10 santimetrda teshigi bor. Mana shundan foydalandik. Endi Xudo xolasa qo'yganimizni ham videosini qo'yamiz, Xudo xolasa kapilni tortishdi ham. Basseynimiz mana suvni tortib tingandan keyin loyi turba orqali kapilniga ketyapti. Mana kapilnilarimizni tortib oldik. 2 qator qilib ekiladi. Hozir buni qirg'oqlardan suv qo'yyapti. Endi kirarlarda bir regulovka qilsak suv to'xtaydi. 10 santimetrligi qarang, tezda yerda namini oshirib oladi. Birinchi suv quyishimiz bu. Endi buni ustini salafan bilan yopib, salafanni teshib, ko'chatni ekish qoldi xolos. Yaxshilab namlab olsak bo'ldi shu bilan. Xudo xolasa mana salafanlarimizni tutib oldik. Tutib ketyapmiz. Qator qilib salafanlar, qora salafan o'zimizniki teshilgan. Har 30 santimetrga teshganmiz. Mana shularni endi ustini yopib, teshib, ko'chatlarni ekib ketyapmiz. Xudo xolasa salafanning foydasi begona o'tlardan himoya qiladi. Ko'chatni quyoshda o'ziga issig'ini, namini saqlab qoladi. Har deb suv bera olmaysiz. Salafani bo'lsa foydasi shu. Begona o'tlardan, keyin suvni ekonomidan.
holat mana shunaqangi mana. Mana u do'stimiz qilib bergan yuradigan stol. Bunisi jazbar mana ikkita simni arasi 30 santimetr belgilab oldik. Har 30 santimetrga bittadan ko'chat ekib ketyapmiz. Adashmaslik uchun buni bu temirdan qilib oldik. Mana shu 32 oni bu boshi bilan bu boshi. Mana shu yerga shunday qo'yib 30-30 belgilab mana bu haligi santexniklarda pichoq, o'tkir pichog'i bor, shu bilan kesib chiqyapmiz. Kesib, keyin ichini chuqur qilib teshib qo'yamiz. Bunaqangi asbob bilan bo'lsa shundan, bo'lmasa lovoy bitta 10lik, 12lik turba bilan shuni teshib qo'ysan ham bo'ladi. Teshigi jonaqangi chuqur bo'lmasin, stakanda razmerida bo'lsa bo'ladi. Mana ko'chatlarimiz tomiri Albasort Italiya. Juda serhosil. Mana shunday qilib bosib qo'ysak bo'ladi. Plotnik tushadi. Hozir yana bir marta ko'rsataman. Bitta bosasiz, chuqur bosmaysiz. Mana shuncha bossangiz bo'ladi. Mana teshik ochildi, teshik ko'rinib turgan bo'lsa, hozir yana bitta ko'chatni ekib ko'ramiz. Mana ko'chatni ekishdan bitta yaxshilab namlab olsangiz, turpog'i to'kilmasdan tushadi tomirlari. Mana shunday tiqasida shunday bosib qo'yasiz bo'ldi. Asosiysi bo'g'zi bekilib qolmasligi kerak. Bo'g'zi bekilib qolsa ko'chat o'lib qolishi mumkin yoki chirishi mumkin. Mana o'sha bo'g'zi. Gavhar deydi ko'pchilik. Mana shunisiga e'tibor bersangiz bo'ladi. Mana shu zaynda ekib ketilaveradi. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib, obuna bo'lib qolish eslangdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga omad.